Assalomu alaykum. Bugungi videomizda mana bu oilada ona yo'q. Ari bor. Mana 4 romka ari. Ari to'la. Lekin mana buni tak, onasi yo'q. Bunga faqat ari bor. Mana bu oilada onasi ham bor, tuxumi ham bor. Mana shu oiladan hozir faqat romkani, tuxumli romkani o'zini olaman. Yo'q. Tak. Tak, bu ya. Adashmasam mana shu romka tuxumli bo'lishi kerak. Tekshiraman, onasi yo'qmi? Onasi bo'lmasa, tak, uni bo'lmasligi kerak. Mana shuni sekin qoqaman. Tak. Qoqdim. Tak. Tuxumcha bor, kichkina tuxumchalar bor. Mana shu. Mana bu oilaga kelamanda. Bu asal romka. Mana bu tuxumcha romka. Tak, asal romkani bunday qildim. Mana bular ham bu tuxumcha bo'ldi, bu ham asal, bu ham asal. Endi bu oilani o'zini arilarini o'ziga qoqaman. Bismillah. Tak. Qoqishimning sababi bu romkalarda asal yo'q. Tak. Ozgina shu yerda tursin. Hammasini qoqib bo'lib oilani qisamiz. Mana. Bundan qoqdim. Mana ikkita qoldi. Tak. 3-romka. Ham qoqib bo'ldim. Va 4-romka. 4-romkani ham qoqaman. Tak. Qoqib bo'ldim. Endi bu romkalarni hammasini o'z joyiga qisish kerak. Tak. Birinchi romkasi asal bo'ldi, ikkinchisi bu oiladan tuxum qo'ydim, yangi tuxumchalar. Uchinchisi yana asal bo'ldi, to'rtinchisi ham asal bo'ldi. Endi diafragmasini o'ziga qo'yaman. Mana shunday qilib bu oila bular tuxumchani endi biladi, onasi yo'q. Tuxumchani ona ari suti berib, undan ona chiqarishni boshlaydi. Mana shunaqa gaplar. Endi bu yer qoqqan romkalarni qo'yaman. Ozgina asalchasi bor. Shu uchun qoqdim bularni. Oldinda yaxshi 3 ta asal berdim. Tak. Mana shunaqa. Bitta romka bu yerga sig'madi. Tak, endi bu oilani shunday yopaman. Tak. Oilani yopamiz. Böyle. Mana bu o'rtacha romkani arilarni yana bir bor o'ziga yaxshiroq qoqaman. Tugadi, bu yerga qo'yaman. Tak, buni ariga osh bo'lsin. Yaxshi yeb, yaxshi ishlash uchun. Tak, endi qo'lni yopaman. Bugunchalik shu. Nima deydi? Foydali bo'ldi deb o'ylayman. Onasi bo'lmasa, oilani
Ana shunaqa qilinadi. Boshqa oiladan tuxum beriladi. O'zi ona yasaydi. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.